gazobloyni. Bu yerga propanli pushka yoqiladi. Gazobloy o'zi namligini hisobiga parlanib ketadi. Onasini 18 ming so'mdan Farg'ona ichiga yetkazib beryapmiz. Endi 18 ming so'mdan ham yetkazib beramiz, ham kafelni kilaydi bonus qilib qo'shib beramiz. Endi olishyapti 4 mingta gazobloy zakaz qilishgan. Holatlari vashshi cho'tki, zo'r holatda. Razmerlari ham birga bir aytadi hammasini. Xohlagan razmerda bor. Kara yordamida yuklab gazobloylarni ortib beramiz. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona Toshloqdan sizlarga gazobloy narxlarini va gazobloyga qo'shilgan yangiliklarni aytib o'tamiz. Ko'rib turganinglar, o'zimiz seximizdan gazobloylar bo'ladi. Holatlari zo'r holatda, hammasi paddonga terilib, upakovka qilib jo'natib beramiz. Razmerlar sizlar xohlagan razmerda bor. Kara yordamida yuklab gazobloylarni ortib beramiz. Mana ko'rib turganinglar, gazobloy hammasi olib chiqib o'sha zakazlar tayyorlab qo'yilgan. Bularni o'sha jo'natishni boshladik. Buni o'sha xaladenlikka olishyapti. 4 mingta gazobloy zakaz qilishgan. Holatlari vashshi cho'tki, zo'r holatda. Razmerlari ham birga bir aytadi hammasini. Mana gazobloylar lentalab upakovka qilib qo'yilgan. Bizda yangilik shuki, gazobloyga kafelni kilaydi bepul qo'shib beramiz. Qancha gazobloy olsangiz, har bittasiga 1 kilodan kafelni kilay ketadi. Shuni ichiga bonus qilib qo'shib beramiz. Gazobloyni narxlariga keladigan bo'lsak, bir donasini 18 ming so'mdan Farg'ona ichiga yetkazib beryapmiz. Endi 18 ming so'mdan ham yetkazib beramiz, ham kafelni kilaydi bonus qilib qo'shib beramiz. Mana kara yordamida yuklanyapti. Gazobloylarimiz o'sha ketyapti hammasi. Hozir ichkaridan ham gazobloyda hamda o'sha sushilkada pishib chiqadi bu gazobloylar. Hammasini hozir ko'rsatib beraman. Mana gazobloylar terib, paklab qo'yilgan. Holatlari zo'r holatda ko'rishingiz mumkin. Qattiqliklar o'ta qattiq gazobloydi. Burchaklari ham cho'tki holatda. Har biriga 10,5 kilodan sement tushadi bu gazobloyimizni. Markasi 600D marka. Bu sushilkamiz. Mana shu sushilkaga 14 soat pishirib, keyin tashqariga chiqaramiz. Mana par chiqyapti gazobloydan. Bu yerga propanli pushka yoqiladi. Gazobloy o'zi namligini hisobiga parlanib ketadi. Mana shu pardan 14 soat mobaynida pishirib, keyin paddonlarga yuklanadi. Bunimiz o'sha minisi 4 soatlik sushilka. Birinchi shu 4 soatliga kiradi, keyin avtomat reska bilan kesilib, narigisiga kirib ketadi. Sushilkalarimiz ham o'ta zo'r holatda, ustilariga polistirolon boz bosilgan, tashqari ichkarida issiq umuman tashqariga chiqarib yubormaydi. Ichkarida gazobloylarimiz tayyor bo'lyapti, ishib chiqib, o'sha mana kesishga tayyor bo'lib qolgan. Mana shu avtomat reska yordamida kesib, razmerlarga bo'lib taklanadi. Millimetrgacha baholasi cho'tki chiqyapti gazobloylarimiz. Bunisi o'sha o'rtasidan bo'lib beradi. Mana sushilkamiz. Kimga shunaqa gazobloylar kerak bo'lsa, ekrandan olib telefon